Xo'p, qo'rqoqlikni keltirib chiqaradigan 3 ta narsa. Ya'ni tushunish kerakki, bu o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas. Birinchisi bu agar odam nima deydi, kichkinaligidan o'ziga ishonchi past qo'rqoq bo'lgan bo'lsa, o'zi bo'ladi mana shunaqa. Kichkinaligidan qo'rqoq bo'ladi, sinfda ham oxirgi shef bo'ladi. Tam kollej, litsey o'qishdagi borganda ham o'sha dimi chiqmaydigan, kam gap, kam suqum, odamlar bilan ko'p gaplashmaydigan mana shunaqa nima deydi, sotsiofobga o'xshagan o'sha o'ziga ishonchi past bo'ladi. Ikkinchisi bu bolalikdagi travmalar. Ko'pchilik bu narsani detskiy travmalar deyishadi. Bular har xil holatlarda bo'lishi mumkin. O'zi kichkinalikda qanaqangidir yomon holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo siz avariyaga uchragan bo'lishingiz mumkin kichkinaligingizda, hozir mashinaga o'tirishga qo'rqishingiz mumkin. Yo qanaqangidir ota-onangiz bilan yo sizga bo'lgan mana shunaqa qanaqangidir noqulay, yomon o'sha muomalalar, holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz o'sha esingizda qolib ketgan qanaqangidir xunuk holatlar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Va mana shunaqa holatlar sizdagi o'sha bolalikdagi travmalarni keltirib chiqaradi. Ularni son sanog'i yo'q. Har xil holatlarda har xilchasiga bo'ladi.